Assalomu alaykum, hurmatli birodarlar, hurmatli dindoshlar. Xabaringiz bor. Ko'plagan videomiz servis pechan, ya'ni jigar og'rig'i bilan og'riyotgan birodarlarimizni operatsiyasiga, davolanishligiga ko'p video chiqaryapmiz. Chunki bu kasallik bilan og'rigan ko'plagan birodarlarimiz bo'lyapti. Va ko'pchiligi Indiyada operatsiyaga borishlik kerak bo'lyapti. Ko'plagan summa ketyapti. Bizga ko'pchilik murojaat qildi. Sizlar shu video chiqaryapsizlar, Indiyaga operatsiyaga ketishyapti, qanday bo'lyapti holatlari deb. Biz bugun xabaringiz bo'lsa, Murodillo o'g'li Umidjonni videosini chiqargan edik. Ukamiz yotgan holatda edilar. Ahvollari o'sha og'rida, operatsiya bo'lishim kerak degandilar. Endi mana Allohning izni bilan operatsiya bo'lib kelibdilar. Bugungacha bir shu birodarlarimiz uchun bir yordam bo'ladi degan maqsadda ma'lumot olish uchun keldik hozir. Umidjon, yaxshi borib keldingizmi? Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Biz o'sha jigar sirrozi bo'yicha elga murojaat qilib yordam so'ragandik. Xudo xolasa mana Indiyaga borib keldik. Operatsiya hammasi yaxshi o'tdi, muvaffaqiyatli o'tdi. Yordam qilganlar hammasiga rahmat. Bormoqchi bo'lganlarga tavsiya qilamiz. Vrachlar juda yaxshi qarashdi. Больницалari ham juda yaxshi ekan. Hammasi yaxshi o'tdi, xudo xolasa. Ahvolim oldingidan ancha yaxshi hozir. Siz aqa borganingizda qanday bo'ldi, endi baribir endi bilmaysizlar, qanday kutib olishlik yoki sizlarni kimdir kutib oldimi? Shu haqida ham bir ma'lumot berib o'tsangiz. Biz firma orqali borganmiz O'zbekistondan. Ular bu yoqdan Toshkentda samolyotga kuzatib qo'yishdi. Indiyaga borganimizda o'zlari bitta tarjimon kelib o'zi kutib oldi. Aeroportdan kutib olib, taksiga o'tkazib, gostinitsaga olib bordi. Gostinitsadan keyin o'sha yerda o'zlarining tarjimonlari bor ekan, больницаga borib, hammasi o'zi yo'l yo'rig'ini ko'rsatib, o'sha yerda har xil xabar olib turishdi. O'zi kirib, qarab, analizlar olib Birodarim, ertaga borganingizdan keyin qancha vaqtga srok qo'yadi va siz operatsiya bo'lganingizdan keyin sizga qancha vaqt qarashadi? Shu haqida aytsangiz. Bu yerga viza o'zi 60 kunlik bo'lar ekan. Borganimizdan keyin o'sha analizlarni olib, javoblar tayyor bo'lgandan keyin operatsiyaga olib kirishdi. 21 kun больницада qarashar ekan. Operatsiya bemori donorga 16 kun, 15 kun holatiga qarab javob berishar ekan. Больницаdan chiqqandan keyin har hafta o'zlari kelib bir marta analiz olib, uni orasida ko'rikka borib, vrachlarga ko'rinib turar ekan. 4 ta analiz javoblarini yaxshi chiqsa, 4 hafta analiz topshirgandan keyin uyga ruxsat berishar ekan. Kelib bu yerda o'zingiz davom ettirar ekan. Analizlar vaqtida topshirib, Telegramdan jo'natsak analizlar javobini ular konsultatsiya berishyapti. O'sha qarab dorilar dozasini ozaytirib, ko'paytirib, o'zlari 5 yilgacha o'sha analizlar javobini qarab berishar ekan. 1 yilda 1 marta, 2 marta kelib ko'rik qilishar ekan O'zbekistonda. Vivek Vich degan vrach operatsiya qildi bizni. Fortis klinikasida bo'ldik. O'sha Indiyaning poytaxti Dehli shahrida ekan. Iloji boricha borayotgan odam o'zi bilan donor olib borish kerak. U yoqda donor bo'lmasa, u yoqdan topish iloji yo'q. Hozir siz aytgan firma o'zi tushuntiradi, qanaqa dokumentlar kerakligini. O'zi O'zbekistondagi odamlari o'zi anaqa dokumentlar kerak, shular tayyorlanadi deydi. Keyin viza qilib berishadi. Biletlarga ham yordam berishadi o'zlari. Shunaqalar bu yerda dokument qilib bo'lsangiz, yoqda tekshirib, hammasini keyin operatsiyaga olib kirishadi. Birodarim, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Alloh taolo umringizni ziyoda qilsin. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling, katta ma'lumot berdingiz. Birodarlar, inshaalloh Umidjon aytgan firmani ma'lumotini inshaalloh videomizga qo'yib ketamiz, nomerlarini qo'yib ketamiz. Zora shu dard bilan og'riyotgan birodarlarimizga bir yordamimiz tegsa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.